Assalomu alaykum. Bu videoda novvoyxona uchun tuzilgan dasturimizni ko'rsatib beraman. Bu dastur novvoyxona uchun tuzilgan bo'lgani bilan, lekin retseptlar asosida ishlaydigan har qanaqa jarayonlarni ishlab chiqarishini va bir nechta boshqa ya'ni ishlab chiqarishini, sotishini, mahsulot xaridini, yana moliyaviy pul kirim chiqimlarini o'z ichiga ola oladi va talabga qarab yana uni qo'shib, ko'paytirib funksiyalarni to'g'irlasak bo'ladi. Hop, bizda bo'limlarimiz bor. Sotuv bo'limi, xomashyo sotish, tayyor mahsulotlar, moliya bo'limimiz bor. Xaridlar, xomashyo xaridlari, retseptlar, tayyor mahsulotga nimadan qancha ketishini yozib qo'yiladi. Xomashyolarimiz o'zi, ro'yxati va ularning qoldiqlari bu yerda ko'rinib yuritib boriladi. Xaridorlarimiz bor. Xaridorlar shu rasmlari, telefon raqamlari, lokatsiyalari kiritib boriladi. Mijoz bazasi bo'ladi. Filiallarimiz bor. Sozlamalar bo'limi, shu bo'limlarimiz bor va bo'limlar ichida bir nechta qo'shimcha bloklar, ya'ni bo'limchalarimiz bor. Xo'p, bizda ishni nimadan boshlaymiz? Ya'ni xomashyo yaratamiz, unga minimal miqdor kiritamiz, turini belgilaymiz. Ya'ni qo'shayotgan o'zida yangi tur yaratib ketishimiz mumkin. Bu xomashyolar asosida yangi retseptlarni biz tuzib chiqamiz. Mana bizda retseptlarimiz allaqachon bor. Yog'li patir, ya'ni bu real ishlayotgan dastur. Bu joyini o'zidan ishlab chiqarish deb turib, ishlab chiqarish bo'limini formasini ochsak bo'ladi. Baton non va buni ayni mana shu kunni bir kunda bir nechta partiya chiqishi mumkin. O'shaning uchun partiyalar bo'yicha yana bunga qo'shib ketsak bo'ladi. Bir kunda faqat agar bu kecha chiqarilgan bo'ladigan bo'lsa, ertasi kuni o'zi qo'shib bo'lmaydi yangi partiya. Xo'p, xaridlarimiz bor. Shu xomashyolarni xarid qilamiz. Moliya bo'limida har bitta sotuvdan xomashyo xaridiga pul chiqim qilsa bo'ladi. Sotuvdan kirimlarni amalga oshirsak bo'ladi. Mana bu joyda pul topshiradigan sotuvchilar degan joyimiz bor. Ya'ni dastavka qilib sotgan sotuvchilarni pullarini qabul qilib olish uchun ham kassada ayni kategoriyamiz bor. Sotuvdan kirim degan kategoriyani tanlaymiz va sotuvni tanlab turib pulni kirim qilib olamiz. Xo'p, tayyor mahsulotlarimiz bor. Ya'ni bu ishlab chiqarish bo'limi deb tushunsa ham bo'ladi. Masalan, qo'shishni bosib turib, boyga yaratgan retseptimizni tanlaymiz. Masalan, baton degan yoki qozon qatlama degan retsept. Bu ham retsept, ham tayyor mahsulot. Ikkalasi birlashtirilgan. Va bu joyda o'shani partiya nechta chiqqani va masalan tandirda nechta kuyib ketgani, ya'ni brak bo'lib qolgan yoki boshqa sabablar bo'yicha yaroqsiz bo'lib qolgan miqdorni ham kiritsak bo'ladi. Bundan keyin sotuvni dastavka yoki joyidan sotish degan ikkita variant bor. Dastavka bo'ladigan bo'lsa, buni yaratgan odam sotuvchi hisoblanadi va u sotuvchidan pul qabul qilib olinadi. Va mana qaysi xaridorga sotyapti, xaridor bir nechta mahsulot olishi mumkin bo'lgani uchun bu yerda har bitta sotuv uchun alohida tovar, ya'ni tayyor mahsulot tanlashimiz kerak. Mana qaysi kuni chiqqani, mana baton 15 ta chiqqan, 17-iyun kuni chiqqan. Turib ayni o'shandan sotamiz. Mana buni unda hali sotilmagan miqdor, ya'ni 15 ta chiqqan, hali sotilmagan. Shuning uchun bu yerda 15 ta ko'rsatib beryapti. Agar bu yerda mana buni tanlaydigan bo'lsak, bu 18 ta. Bu 18 tadan ko'proq chiqqan, lekin ayni vaqtda o'sha masalan tandir yonida turgani 18 ta deb ko'rsatyapti. Xo'p, bu yerda kerak bo'lgancha retseptlarni ko'rdan yaqib qo'yganmiz. Ya'ni ayni mana shu non 520 ga nimalar ketgani. Xo'p, biz hozir buni saqlamaymiz. Joyidan sotish degan bo'lsak, bu joylar o'zgarmaydi. Faqat kassada pul topshiradigan sotuvchilar degan qismga pul qo'shilmaydi. Agar dastavka qilsak qo'shiladi. Xo'p, mana bu yerda keyin nech pulga sotilgani, ya'ni umumiy summasi qancha bo'lganini
bu joyda mana summa degan joyda ko'rinib boradi. Har bitta mahsulotga alohida narx berishimiz yordamida. Xo'p, xomashyo sotishimiz ham mumkin. Ya'ni masalan, skladdan partiyali olib kelindi, kimgadir masalan un kerak yoki yog' kerak bo'lgan bo'lsa, ular xomashyoni o'zini bevosita sotishligi mumkin. Xaridor tanlanadi va qaysi xomashyodan olayotgani talab ko'rsatiladi. Xo'p, har bitta xomashyo sotishimizda va har bitta tayyor mahsulot yaratishimizda, ya'ni ishlab chiqarishimizda bizga Telegramdan xabar kelib turadi guruhimizga. Telegram guruhiga keladi xabar. Xo'p, keyin sozlamalar bo'limida biz foydalanuvchilarni qo'yishimiz mumkin, pul kirim chiqim kategoriyalarini qo'yishimiz mumkin va bu yerda ruxsatlarni har bitta foydalanuvchi uchun alohida boshqarishimiz mumkin. Ya'ni ularga faqatgina ko'rishga ruxsat berib, ya'ni bu blokimizda ularni qo'shib, masalan, sotuv bo'limiga qo'shib turib, tahrirlash qismiga qo'shmasak, ular sotuv bo'limini faqatgina ko'risha oladi. Agar ko'rish bo'limiga, ya'ni ko'rish degan qismga foydalanuvchi qo'shmasdan turib bevosita tahrirlashga qo'shadigan bo'lsak, ular mantiqqa ham ko'ra oladi, ham tahrirla oladi. Shunaqa ko'rinishda ruxsatlarni ham boshqarsak bo'ladi. Xo'p, xaridorlarimizda bosadigan bo'lsak, bizada bunaqa ko'rinishda har bitta lokatsiyalar bo'yicha ko'rinib boradi. Xo'p, hozir shunaqa qisqa ko'rinish shu.